450 ta ot kuchi, 209 litr V6. Bugundan bu mashina sotuvda. Audi RS5 2022-yil ishlab chiqarilgan. Eksklyuzivniy bronz pakejda. Bronz pakejdan xabariyli bora oddiyga nisbatan 10 ming qimmatroq yuradi. Bir qo'l minilgan, o'zimizdan tilda aytganda bamperlarigacha ham top-toza. Mashinaning holati juda ham yaxshi. Old qismida broneplyonka bor. Bronz pakeji yana bitta farqi, karbon elementlari matviy bo'ladi. Mashina mutlaqo stok holatda, pasporti bo'yicha 3.9 sekundda 100 gacha ham chiqadi. Salonga keladigan bo'lsak, alkantara, koja, matviy karbon bilan kombinatsiya bo'lgan. Aytgancha, bunda podveska adaptivniy, yumshoqroq yoki qattiqroq yurishini kontrol qilsa bo'ladi. Oldi sidenalari sportivniy, bokovoy поддержкалari усиленный, pamyati ham bor. Xullas, hozirgi zamonaviy mashinalarga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, ortig'i bilan bor. Mashina Amerikaning Kansas shtatida boshlang'ich narxini 74 ming deb belgiladik.